Ah, jin ursin, yo'ma-yo, oz qoldi. No mayli yuraveraychi, lekin jin ursin yomon muzlab ketyapman, to'g'risi. Ah, jin ursin, yo'ma-yo. Nima qilsam bo'ladi? Mana bu yerda cho'chqalar bor ekan, lekin cho'chqa go'shti harom. Buni yeb bo'lmaydi. Xullas, barcha obunachilarga salom. Sizlar bilan men Dritz Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar, hozir men to'g'risini aytsam, juda ham muz joyga qolib ketdim. Xullas do'stlar, yo'ma, mana bu yerga qor tushmayapti. Mana shu yerda ozroq dam olib olsam bo'ladimi? Da, ozroq isitib olsam bo'ladi. Yo'ma-yo. Issiq. Do'stlar, issiq. Yo'ma, o'chib qoldi. Jin ursin. Uyga tezroq bormasam bo'lmaydi. Boshqa iloj yo'q. Jin ursin, bu yerda yomg'ir yog'ayapti, tushunmadim. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Mayli. Hech qisi yo'q. Tez uyga bormasam bo'lmaydi. Jin ursin, yo'q. Yugurmaslik kerak, yugurishni foydasi yo'q. Jin ursin. O'sha mana bu yer qor bo'lib ketdi. To'g'risi boshqa yura olmayman. Yo'q. Yo'q, faqat bu emas. Yo'q, shimda ketyapman. Yo'q. Iltimos yordam beringlar. Yordam. Yo'q, faqat bu emas. Yo'q. Qanday go'zal bola. Qishloqqa bu yerda tushmadim. Qo'ylar ko'p, bugun ovoz zo'r bo'ladi demoqchi deb tushmadim. Dritz, bir qara, Dritz yotibdi bu yerda. Nima deysan? Yo'q, janob Dritz-ku. Yo'q, nima bo'lgan? Hozir to'xtachi. Hozir ko'raychi. Muzlab qolgan. Da, muzlab qolgan. Jin ursin. Nima qilamiz endi? Ko'tarib tezroq qishloqqa ketish kerak, tushunayapsanmi? Da, tezroq qishloqqa ketish kerak. Davay, ko'tar, ketdik. Yo'ma-yo, oyog'imni nimadir kuydiryapti, borku. Jin ursin. Yo'ma-yo. Jin ursin, alanga ekan. Yo'ma-yo, qo'rqib ketdim. Yo'ma-yo, uyimiz sovuqligini jin ursin. Mana oldiga o'tirmasam bo'lmaydi. Jin ursin, mana bu yer ochiq qolib ketgan, eshiklari mana bu derazalari yo'q, xullas. Obunachilar, to'xtanglar, men to'xta, stop, men uyimdaman. Yo'q, eshikni yopsang-chi, jin ursin. What is this? Bu nima? Bu yana nimasi, do'stlar? Tushunmadim, do'stlar. Buni qaranglar. Tashqarilar mana bunaqa. Yo'q, tashqarida yomg'ir yog'ayapti, yomg'ir aralash qor, jin ursin, mana bu yerlarda qishloqni polni deraza bilan o'lab chiqishganmi? To'xtanglar, tushunmadim. Qishloq uyda ekan, hozir to'xtab, tushunmadim, do'stlar. Salom qishloqqa, yaxshimisan? Dritz, nihoyat uyg'onding. Uyg'ondim, tushunmadim. Turdik. Xullas, biz o'rmonda yurgan edik. Xullas, manaqa qo'y o'g'irlaymiz yangi yilga deb. Yangi yil emas, to'g'ri, anaval sovuq keldi-yu. Da, xo'p, keyinchi o'shanga yuruvdik, jetel bilan men, xullas qarasam jetelni topib olgan ekan. Keyin seni ko'tarib mana shu yerga uyga olib kelib qo'ydik, mana shu yerga. Xullas, nima desa bo'ladi? Uyingni nima desa bo'ladi? Xullas, u va qishga mos emas, ya'ni uyingda juda ham sovqotasan. Buni bilaman, to'g'ri, lekin o'shaning uchun hozir merni oldiga borda, merdan kreativ olib, o'zingga boshqatdan yangi yilga mos, ya'ni nima desa bo'ladi? Anaval sovuqqa mos qilib uy qurib olgan, maylimi? Mayli, rahmat, lekin rahmat jonimni saqlab qo'yganing uchun. Agar sen bo'lmaganingda tursa o'lib ketardim. Rahmat, seni bitta quchoqlab qo'yay. Mayli, hech qilsa yo'q. Do'stimiz-ku, qutqarmasam bo'lmasdi seni. Qutqarmasak bo'lmasdi deganim chunki men bitta emas, jetel bilan qutqardik. Mayli, rahmat sizlarga. Do'stlar, qaranglar, meni deb yo'q, bu yana nimasi, tushunmadim. Bu katta pechkami? Tushunmadim. Salom jetel, nega bularning hammasi yonmagan? Ko'rmayapsanmi? Endi bitta yog'dirib chiqyapman-da. Yo'q edi. Demak shunaqa deb bular nima uchun? Qishloqni isitishda nima uchun bo'lardi, Dritz? Tirilganing yaxshi bo'ldi. Yaxshi ham seni topib olgan ekanmiz. Demak sizlar buni qanday qurdilaring, men tushunmayapman. Sizlar qanaqa qilib qurardilaring? Qanaqa qilib qilardik? Oddiy, xuddi senga o'xshab, seni Telegram kanaliga kirdik, obuna bo'ldik va botlarni topib, botlar orqali qurdik. Telegram kanaling ajoyib ekan. Obunachilarga ham Telegram kanalingni tavsiya qilaman. Obunachilar, Dritz's Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Da, do'stlar, obuna bo'lmoqchi bo'lsalaring, albatta opisiyaga o'tinglar, ya'ni videoda tavsifiga yoki bo'lmasa kommentariyaga tushinglar. Albatta kommentariyada ham shu Telegram kanalimiz silkasini qadab qo'yaman. Rahmat bo'lsa sizlarga tirik ya'ni saqlab qo'yganlaring uchun. Arzimaydi. Yaxshi. Jetellar sizlar sovqatmayapsizlarmi? Yo'q, Dritz sovqatyapmiz yo'q, senchi? Sovqatyapman, hozirgina tirik qolib chiqib keldim. Qaraysan, jetel tinchmisan? Salom, yaxshimisiz, zo'rmisiz?
Salom, Dris, yaxshimisan? Xullas, senga qishloqqa nima desam bo'ladi, kreativ berishimda aytgan edi, o'zingga uy qurib olishing kerak ekan. Ну da shunaqa uyim вообще bo'lmaydi, ta'mirtalab bu o'tibdi. Xullas mana bu nimaga ham nima desa bo'ladi, anomal sovuqqa ham chidamaydi-da. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir senga kreativ beraman. Xo'sh, Dris, kreativni olishing mumkin. Ana endi bemalol o'zingga uy qurib olaver. Rahmat sizga mer. Do'stlar, buni qaranglar. Men demak kreativ bo'ldim. Mana endi men mana bu yerdan o'zimga uy qursam bo'ladi. To'g'ri, mana bu pechkani oldidan umuman sovuq bo'lmaydi. Do'stlar, buni qaranglar, lekin oyna bilan yopib chiqib zo'r qilishibdi do'stlar. Bir ikkita oynani ochib qo'yish kerak, salpal havo aylanish uchun. Mayli, kerak emas. Taglarda menimcha bir ikkita ochiq joylari bor, aniq do'stlar. Xo'p, kelinglar, bo'lmasa biz uy qurishni boshlaymiz do'stlar. Oddiy toshlardan quraveramiz. Unaqa zo'r bo'lishi shart emas do'stlar, chunki hozir sal tezlashish kerak. Kreativda bo'lsam ham men sovg'a tepman do'stlar. Tan olishim kerak, chunki kreativda bo'lsam ham sovg'a tepman qandaydir do'stlar. Xo'p, misol uchun to'xtanglar. 4 ta mana shunaqa qilish kerak. Xo'p, bundan ham ana shunaqa qilamiz. Mana shuncha yetadi. Menimcha sal katta qilib uyni, hech qisi yo'q. Mazza qilib yashasam bo'ladi do'stlar. Anomal sovuqda, lekin bunaqa katta uyni anomal sovuqda qanday qilib hali isitaman bilmadim do'stlar, lekin bilmadim. Xo'p, buni qo'yamiz-da, endi tepasini yopib olamiz. Tepasini to'xtanglar. Tepasini bunaqa nima bilan yopaman do'stlar? Yog'och bilan. Hozir bunda olib kelib, yog'ochni bunda qo'yamiz do'stlar. Qarochi, hozir to'xtanglar. Hozir mana bu yerlarni buzib olishim kerak, qarochi do'stlar. Yaxshi. Yo'q, to'xta. Bunaqa ko'p joy buzish shart emas. Ozroq qana. Yetadi menga. Qo'y buni. Ke bo'ldi. Mana shu yerda tursin do'stlar. To'g'ri qo'ydimmi? Da, vроде to'g'ri do'stlar. Xuddi mana shuni qo'ymoqchi edim. Qo'yvachchalarni qaranglar. Qo'ylarga nima bor bu yerda? Borgin, yo'qolib turgan. Nima qilasan bu yerda bilmayman. Xo'p, kelinglar, endi mana bunaqa yog'ochlardan qo'yib tashlaymiz uyimizga chiroyli bo'lishi uchun. Mana bularni ham sindiramiz. Bularning o'rniga yog'ochlardan qo'yamiz do'stlar. Moddan foydalansam yaxshi emasmi? Mana bunaqa moddan sal tezlashardi do'stlar. Da tezlash kerak, chunki juda ham sovuq, to'g'risini aytsam, yo'qol. Voy, cho'chqaga nima bor? To'xtanglar, mana uy yopib olmasam bor, bolalar bilan kirib kelishaveradi ana shunaqa. Hech kimdan so'roqsin. Jinus bo'ldi. Mana shu yerda yopamiz. Bo'ldi. Endi bular bizga kerak emas do'stlar. Hozir men bu yerdan bitta chiroq olib olay do'stlar. Vaqtinchalikka hozir chiroqni ham almashtiramiz do'stlar. Uy lekin seriyozda juda katta bo'lib ketdi do'stlar. O'zim bilmagan holda salgina katta qilib yubordim. Hech narsa qilmaydi. Buni o'ldiramiz-da. Endi mana bu yerda ham bundoq qilib ochib yuboramiz. Hoppa, mana shu yergacha bo'ldi. Tagini ham nima bilan? Mana bu bilan qo'yib nima qilib qo'yamiz do'stlar, chunki yog'och o'zida issiqlikni olib turadi, ya'ni sovuq o'tkazmaydi umuman. Xo'p, endi bizga nima kerak? Bizga oyna kerak do'stlar. Oynani mana bunisidan olamiz do'stlar. Xo'p, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. O'sha katta oyna quramiz do'stlar. Чтобы chiroyli chiqishi uchun, tashqarilarda bemalol ko'rib turish uchun do'stlar. Mana shunaqa katta oyna bo'ladi, Chiroyli bo'lsa, albatta, agarda chiroyli chiqqan bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar do'stlar. Dris gap yo'q, lekin chiroyli chiqdi deb. Albatta, kommentariyani hammasini o'qib chiqaman do'stlar. Bo'ladi. Bu yerda ham ochib olamiz. Mana shuncha qilib. Xo'p, u bilan bir xil bo'lmasligi kerak bu taraf. Xo'p, bu yerdan bunday o'qisam, 3 ta, 3 ta ochdim. Bu yerdan ham 3 ta qilamiz. Chotki. Endi bu yerdan ham 2 ta ochamiz. Bu yerda yopaman. Bo'ldi, gap yo'q do'stlar, chotki chiqdi. Men chiqish yo'li qilmadim-ku. Chiqadigan eshik. Eshitma shita qilaymi? Yo'q. Mana bu yo'ldan qilish kerak do'stlar. Mana shu yerdan qilamiz uyni. Chotki bo'ldi. Xo'p, to'xtanglar, nima uchun oyna? Nima uchun oyna? Jinni bo'ldi. Xo'p, mana bu yerlarni ham ochamiz. O'zi qaranglar, anomal sovuq. Yerlar ham o'zi qor bo'lib, nima bo'lishi boshlabdi do'stlar. Oddiy yerdan umuman darak yo'q, darak qolmagan. Bu yerga do'stlar ikkita eshik qo'yib yotmayman, chunki ikkita eshikdan sovuq o'tadi va mana bunaqa yopiq eshikni olib olaman. Bersangchi. Bo'limda yopamiz, chotki do'stlar. Endi uy ichini ta'mirlab, ya'ni bezatib chiqamiz do'stlar. Xo'p, navbat bizga bezatishga. Yo'q. Halol bermay turinglar endi. Xo'p do'stlar, mana bundan olamiz albatta.
Xo'p, yana nima qoldi? Mana bundan ham olamiz, bundan ham olamiz. Xullas, hammasidan olishimiz kerak do'stlar. Shkaf, nima deydi, mana shunaqa narsalar. Oppa, mana kiyim javonda masjidga mana shuni ikkita qo'ysak do'stlar, ha? Mana bu yerga nima turadi? Oppa, gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Xo'p, endi oldidan albatta mana bundan ham qo'yish kerak do'stlar. Xo'p, mana bu esa mana bu yerda mana bunda ikkita tursa, ha? Chiroyli turadimikan yo sal g'alati bo'lib. Xo'p do'stlar, mana bundan olamiz albatta ikkita tursa, ha? Chiroyli turadimikan yo sal g'alati bo'lib qoldimikan do'stlar. Mana bundan qo'yamiz, bo'ldi do'stlar, o'sha bular yetadi bizga. Boshqa narsa kerak emas. Ana endi nima qo'yamiz? Endi bizga обязательно yeb ichishimiz uchun stul, короче, shunaqa narsalar kerak bo'ladi do'stlar. Yo'q, o'zim ham sal g'alati chiqib ketdi. Notebook olaveraman do'stlar, chunki menga notebook qulayroq. Bunda qo'yamiz. Bunaqa chotki do'stlar. No gap yo'q. Boshqa chiroyli chiqyapti lekin. Xo'p, endi hozirchalikka bir ikkita qo'yib turaman. Men bulardan ko'p kerak emas. Mana bu yerda kompyuterim turadi. Xo'p, bu yerga ham bunday stol qo'yib qo'ysam, notebookimni qo'yaman chotki. Ana endi bizga oziq-ovqat kerak bo'ladi do'stlar. Oziq-ovqatlar qayerda edi? Oziq-ovqatlar. Oziq-ovqatlar mana bu bor. Xo'p, bu yerda pishiriqlar bor do'stlar. Tushundim. Oziq-ovqatlar qanday qayerda edi? Mana do'stlar. Mana meva-chevalardan kola, Pepsi, keyin mana bu, keyin tortdan ham olamiz do'stlar. Buni bezatib qo'yaman, har ehtimolga qarshi sal chiroyli turadi do'stlar. Oppa, pechene, как раз do'stlar. Pechene juda ham zo'r ketadi. Ya'ni yangi yilga mos bo'lib. Bu yerga bundan qo'yamiz. Bu yerga Coca-Cola, ana shunaqa narsalardan qo'yamiz. Xo'p. Bu yerga esa pizzani qo'yib qo'yamiz. Pizza unda o'tirsa qanday turar ekan? Da. Bo'ldi do'stlar, короче, uyimizda bitta mana ko'rishinglar mumkin. Ana endi men Survivalga o'tolsam ham bo'ladi do'stlar, bo'ldi. Gap yo'q, ana endi kreativga o'tishga haqqim yo'q do'stlar. Xullas, vashe chotki chiqdi. Mana uyimni ko'rishinglar mumkin. Ixchamgina uncha ko'p ham narsasi yo'q. Mana bu yerda yeb ichishga narsalar vashe tiqilib yotibdi. Ammo bu yerda to'g'rimda pechka, umuman uyim sovimaydi xullas. Obunachilar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, bo'lmasa sizlarga kattakon rahmat obunachilar. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Albatta mana uni sindirib qo'ydim, joyiga qo'yman va endi uxlab olmasam bo'lmaydi ozroq. Uxlayman ozroq.